hozir очередной operatsiyamizni tugatdik. Patsientkamiz yoshlari 27 da. Bu patsientkamiz bizga Toshkentdan murojaat qilganlar. Изначальный запрос biladi vaginoplastika bo'lgan, lekin осмотрlarda был выставлен диагноз displaziya 2-3 darajada и носитель ВПЧ инфекция 16 типа. Bunaqa hollarda объем operatsiya резко o'zgaradi. Birinchi o'rinda biz bu yerdan aspirator полостиматga oldik, chunki чтобы доказать u yerda atipический рост endometriy qatlamida yo'qligini доказать qilish uchun. Olingan material gistologiyaga jo'natildi. Ikkinchi etap bu diaterma elektroeksiziya, shaykani здоровый kletkalarni oldidan полностью kesib olindi, kuydirilmadi, kesib olindi va gistologический analizga yuborildi, доказать что u yerda ham злокачественный kletkalarni yo'qligini bilish uchun. Uchinchi etap operatsiya bu передний и задняя кольпарафия, ya'ni qild oldi va orqa devorni полностью ko'tardik, elevator ko'tardik va juda ham chiroyli natijaga erishdik. Xudo xolasa, bulardan yaxshi rezultat и yaxshi gistologiya javoblarini kutib qolamiz.